Videomiz homiysi Zver.uz veb-sayti. Tashrif buyuring, eng so'nggi Android ilovalar siz uchun. Energiya almashinuvi. Yuqorida aytilganidek moddalar almashinuvida, ya'ni oqsillar, yoglar va uglevodlarning kislorod bilan oksidlanib parchalanishi natijasida energiya hosil bo'ladi. Bu energiya organizmda barcha fiziologik jarayonlarning to'xtovsiz davom etishi uchun sarflanadi. Jumladan yurak, o'pka, jigar, buyrak, me'da-ichaklar, tana muskullari va boshqa toqima va organlarning ish bajarishini, yoshlarda esa o'sish va rivojlanishning normal o'tishini ta'minlaydi. Faqat yurak, jigar, buyrak, muskullarning ish faoliyatini ta'minlash uchun bir kecha-kunduzda sarflanadigan energiya 100 suvni qaynatishi mumkin. Binobarin, odamning hayoti normal davom etishi uchun organizmda uzluksiz ravishda energiya hosil bo'lib turishi zarur. Bu esa ratsional ovqatlanish bilan bog'liq. Oziq moddalar parchalanishidan hosil bo'ladigan energiyaning 3dan 2 qismi toqima va organlar hayotiy jarayonlarning normal o'tishi va ish bajarishi uchun sarflanadi. 3dan 1 qismi esa tana haroratining doimiyligini ta'minlash uchun sarflanadi. Energiya sarfi. Odam organizmida kecha-kunduz davomida sarflanadigan energiya 3 qismdan iborat. 1. Asosiy moddalar almashinuvini ta'minlash uchun sarflanadigan energiya. Bu energiya ertalab nahorda va kechasi odam qimirlamay yotgan vaqtda nafas olishi, yuragi, buyraklari, jigari va boshqa hayotiy muhim a'zolari normal ishlab turishini ta'minlash uchun sarflanadi. Bu energiyaning miqdori odamning 1 tana massasiga 1 soatda 1 kalga teng. Tana massasi 70 kg bo'lgan odam uchun bir kecha-kunduzda asosiy moddalar almashinuvini ta'minlashga sarflanadigan energiya miqdori 1680 kalga teng. 2. Ovqatni hazm qilishga sarflanadigan energiya. Iste'mol qilingan ovqatni hazm qilish uchun me'da-ichaklar, jigar, me'da osti bezi kabi organlarning ishi kuchayadi va ular energiya sarflaydi. Sarflangan energiyaning miqdori ovqat tarkibiga bog'liq, ya'ni oqsil, yoglarga boy bo'lgan ovqatlarni, ayniqsa qovurilgan go'sht, kabob, palov, tuxum kabilarni hazm qilishga ko'proq energiya sarflanadi. Uglevodlarga boy bo'lgan ovqatlarni, non, kartoshka, mevalar, sabzavotlar, shirinliklar, xamirli ovqatlar hazm qilishga ozroq energiya sarflanadi. Aralash ovqatlarni hazm qilishga sarflanadigan energiya asosiy moddalar almashinuviga sarflanadigan energiyaning 10ini tashkil etadi. Demak, bu energiyaning miqdori katta odamda bir kecha-kunduzda 168 kalga teng. 3. Odam bir kecha-kunduzda bajaradigan ishiga sarflanadigan energiya. Bu energiyaning miqdori har bir odamning kasbiga, ko'p yoki oz harakatlanishiga bog'liq. Aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchilar kam energiya sarflaydi. Jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar, sportchilar ko'p energiya sarflaydi. Masalan, odam o'rtacha tezlikda yurgan vaqtda uning organizmi sarflaydigan energiya miqdori asosiy moddalar almashinuvi uchun sarflanadigan energiya miqdoriga nisbatan 2 marta ko'payadi. 1682-3360 kilokaloriya. Odam o'rtacha tezlikda chopgan vaqtda sarflanadigan energiya asosiy moddalar almashinuviga sarflanadigan energiyaga nisbatan 4 marta ko'payadi. 1684-6720 kilokaloriya. Umuman bajaradigan ishning turiga ko'ra bir kecha-kunduzda sarflanadigan energiya miqdori har xil bo'ladi. Odamlar 4 guruhga bo'linadi. Birinchi guruhga aksariyat yengil mehnat, aqliy mehnat bilan shug'ullanuvchilar kiradi. Ular organizmi bir kecha-kunduzda sarflaydigan energiya miqdori 2500-3000 kilokaloriyaga teng. Ikkinchi guruhga mexanizatsiyalashgan jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar kiradi. Ular bir kecha-kunduzda 3000-3500 kilokaloriya energiya sarflaydi. Uchinchi guruhga mexanizatsiyalashmagan jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar kiradi. Ularning bir kecha-kunduzlik energiya sarfi 3500-4500 kilokaloriyani tashkil etadi. Muntazam ravishda jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanuvchilar ham shu guruhga kiradi. 4-chi guruhga mexanizatsiyalashmagan og'ir jismoniy mehnat bilan shug'ullanuvchilar kiradi. Shuningdek, yuqori razryadga ega bo'lgan sportchilar ham shu guruhga kiradi. Bu guruhga kirgan odamlarning bir kecha-kunduzlik energiya sarfi 4500-8000 kilokaloriyani tashkil etadi. Ma'lumki, bir oqsil organizmda kislorod bilan oksidlanib parchalanganda 1 kilokaloriya, 1 yog 3 kilokaloriya, 1 uglevod 1 kilokaloriya energiya hosil qiladi. Demak, bir kecha-kunduzlik ovqat tarkibida iste'mol qilingan oqsil, yog, uglevodlarning miqdoriga qarab hosil bo'lgan energiyaning umumiy miqdorini aniqlash mumkin. Bu energiya miqdorini bajarilgan ish turiga qarab sarflangan energiya miqdoriga taqqoslash mumkin.
Sog'lom, katta yoshli odamda bir kecha-kunduzlik ovqatdan hosil bo'ladigan energiya miqdori sarflanadigan energiya miqdoriga teng bo'lishi kerak. Organizmda hosil bo'ladigan energiya miqdori sarflanadigan energiya miqdoriga nisbatan ko'p bo'lsa, odam semiradi. Aksincha, iste'mol qilingan ovqatdan hosil bo'ladigan energiya sarflanadigan energiyaga nisbatan kam bo'lsa, odam tanasidagi yog' parchalanib, energiya hosil qiladi. Bunday jarayon bir necha kun, hafta davom etsa, odam ozadi. Yoshlarda iste'mol qilingan ovqatdan hosil bo'ladigan energiya miqdori sarflanadigan energiyaga nisbatan ko'proq bo'lishi lozim. Chunki ma'lum miqdordagi energiya yosh organizmning o'sishi va rivojlanishi uchun sarflanadi. Demak, ko'pchilik odamlar aqliy va yengil jismoniy mehnat bilan shug'ullanadi. Ularning kecha-kunduzlik energiya sarfi 3000-3500 kalni tashkil etadi. Shundan 1200-1500 kal energiya har kuni jismoniy mehnat bajarishga sarflanishi lozim. Agar jismoniy mehnat qilish zarurati bo'lmasa, sport bilan shug'ullanish kerak. Organizmda energiya sarflanishini aniqlash. Odam organizmida sarflangan energiya miqdorini aniqlashda bir necha usullar mavjud. Shulardan asosan ikkitasi, ya'ni vositasiz va vositali kalorimetriya usullari ko'proq qo'llaniladi. Vositasiz kalorimetriya usuli. Bu usulda maxsus germetik kalorimetr kamerasidan foydalaniladi. Kamera ichining yuqori qismiga bir nechta naycha o'rnatilgan bo'lib, ularda suv aylanib turadi. Tajriba o'tkazilayotgan odam normal nafas olishi uchun maxsus naycha orqali kislorod ballondan kameraga havo kiritib turiladi. Nafas orqali chiqarilgan havo maxsus naycha orqali kamera tashqarisida joylashtirilgan baklardagi kimyoviy moddalardan o'tkazilib, undagi karbonat angidriddan tozalanadi. Kalorimetr kamerasi naychalari orqali oqib o'tgan suvning miqdori aniqlanib, harorati o'lchanadi. Bir kecha-kunduzda shu suvni isitishga sarflangan issiqlik energiyasining miqdori kamerada tajriba uchun o'tirgan odamdan ajralganligi aniq bo'ladi. Bu energiya miqdori kilojullarda ifodalanadi. Vositali kalorimetriya usuli. Ma'lumki, iste'mol qilingan ovqat tarkibidagi oqsil, yog', uglevodlar organizmda kislorod ta'sirida oksidlanib parchalanadi va energiya hosil qiladi. Bu moddalar almashinuvi jarayonida ma'lum miqdorda kislorod sarflanadi va karbonat angidrid hosil bo'ladi. Nafas bilan qabul qilingan kislorod va ajralib chiqqan karbonat angidrid miqdoriga qarab organizmda qancha energiya hosil bo'lganligi va sarflanganligi aniqlanadi. Nafas olish va chiqarish orqali sarflangan kislorod va chiqarilgan karbonat angidrid miqdorini aniqlash uchun Shaternikovning respiratsion kamerasi hamda Douglas Holden niqob qopidan foydalaniladi. Odam organizmida 1 oqsil oksidlanishi va parchalanishiga 2 kislorod sarflanib 1 kilokaloriya energiya hosil bo'ladi. 1 yog' oksidlanishiga 2 kislorod sarflanib 3 kilokaloriya energiya. 1 uglevod oksidlanishiga 8 kislorod sarflanib 1 kilokaloriya energiya hosil bo'ladi.